Sayat filmidagi eng eg'ir jang quroli, eng eg'ir angishlar qaysi bilamsiz? Eng eg'ir jang quroli Sun Wukongning oltin to'qliq go'risi bo'lmasa, zodi nimidir? İkinci qism. Yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. 5-o'rin turdig'ini Yangjan, ya'ni Arlan Shanning qo'lidagi kuchpislik yolmani. Hamda bu Arlan Shanning bir xos quroli o'g'ashqa, ya'ni Arlan Dao deb atildi. Sun Wukong erishni malman qilgan vaqtning o'zida bu avvallik suara Butsatvaning yordamga chaqirish bilan Sun Wukongdan 300 martam elishmi, yengish ayrılmaydı. Mush ikkisining qilgan mush jangidilla qarasanglar, bu ikkisining bu jang quroli angushlarining darajasi ancha cho'ng farqlanib ketmaydiganligini his qilib bo'ldi. Ya'ni bu 3 busliq yalmanmi oltin to'qliq go'risidan hargiz qilishmaydi. Endi buning eg'irligi 25200 jim. Buni ajdirodan tavilgan, ya'ni bir nimsida bir ajdiro mush Arlan Shangardan qilib mush qurol o'zgargan degan bir gap bor. Endi buni Arlan Shanning ustasi Yudi Jinrin buni sovuq qildi. 4-o'rin turdig'ini Munarchi Palakshaning qo'ldagi Palak Munari. Qarsak bu Munarchi Palaksha bu Palak Munarni izchil qo'ldan tushmay yendin ormayli ep yuruydi. Buni Randing Guzu o'zining sihriy kuchi bilan xislat munar va oltindan tavlab chiqqan. Har bir qavati bir dunyo. Yenelik olbasini bes akir ketgandan keyin chiqdi u g'allaydi bir yerda paydo bo'lib qoldi. Yel o't chiqib atgan yer chaqmoq chiqib atgan. Ashundaq yerdan qavat har birisida bir nima bor deb tasvirlaydi. Buning eg'irligini 435 ming jim deydi. 3-o'rin turdig'ini Rulay Amitabhdaning oltin qochisi. Buni hammamiz qiziqadigan Rossiyalıgan maymunshah voqeasida chiqdi. Bu birli etib oltiqloq bakaka maymunni qochishga bostirib qo'ydi. Ham qochishni olgandan keyin qarsanglar bu yerdagi oltiqloq makaka bilan butkul seyr karam yo'qab, bir odatdagi maymun holatiga o'zgarib qoldi. Altısınki ama kural. Lekin müşahede ölgini rast Sun Wukongmi yoki yolg'on Sun Wukongmi hiç talash tortish qilyapmiz buni. Bu ish to'g'risida mazmun qiziqadigan bilmoqchi bo'lgan do'stlar, meni Guanju qo'yishni unutib qolmanglar. Ikkinchi o'rindagisi avvallik suara Butsatvaning qo'lidagi qoshteshki botolka. Qoshtish qochisi bor-ku, shu. Endi buni avvallik suara bir mazlum kishining qo'lida mandal ko'tasi bir odatga lo'nqa o'xshaydi deb qolmanglar. Bu g'arb siyosatidagi eng muhim en qaltis angushtlarning birisi. Boshqa angushtlarga o'xshamaydigan yeri, boshqa angushtlarning hammasi jang quroli, buzish, o'ldirish, qiynash, mo'nundek bir sehr karomatga ega. Faqat mash Guanyin Pusta avvalliklarning mushu qochisilar aksiga tirildirish, yordam berish, aslik keltirish. Masalan, Jonyandoshning qishig'i berib, balqi odamga mevsini tirilgan vaqt esingda bor-ku, Sun Wukong bu daraxtni qumurib atgan vaqtning o'zida Pusta mash qochtish nimsini qilib, shundaq bir chechib uni aslik keltirib atadi. Bu qochtish lo'nqisining ichiga bir Changjang daryosining suvi patidi deydi. Aniq bir ko'rinish qarsangiz Sun Wukong mayibray deb buni ko'tarmoqchi bo'lsa, avvallik so'raydi, sen ko'tarmaysan, bu kuching yetmasin Sun Wukong injiqlab qanq usulib qo'ydi-ku, ko'rganmi shuni? Ne başta birinci o'rin turdig'ini Avliyo Peshvasining olmos bilayzugi. Endi bu g'arb sayohatdagi angushtlarning 80%ni mush Avliyo Peshvasi o'zining odat shu mushtavlab turdi mush qeri. Undaq bo'lgankan albat o'zining angushtlarini eng katta, eng qaltis tavlaydi deb shunami? Masalan, mash angushtlar qarsak 500 yil burun erishni malman qavq Sun Wukong hechnin tankilanmagan vaqtda Avliyo Peshvasi mash olmos bilayzugi birli etib Sun Wukong tutib oldi qalsoq tegib. Keyin bu angushtlarni Qingyojing o'g'irlab ketgan vaqtning o'zida kichik qoladi va dil avliyolarning qurollarini dam tortib ketdi. Hech kimning angushlari buning tankilanmaydi. Ajoyib, yomon angushtlar. Mush kichik qoldi va bu dam tortib ketgan qurollarni xohlagancha ishilta olamdi qandaq. Sun Wukong oltin to'qliq kursini mandal ko'tara oladi. Qolganlarning angushtlarini xohlagancha deb. Ya'ni bu angushlar dam tortib ketgandan keyin buni dam tortib evil ishlamas, mayat bir xislatimi o'zgaramdi qandaq. Endi g'arb sayohatdagi bu yerdagi bu o'ncho'ng eg'ir o'xshatib bu angushtlarning meningcha eg'irligi ancha muhim emas. Men buni manda qo'ydim, xuddi Leyshinning bo'lqisidek esingda bormi? Shu cho'jalaymanning ikkinchisi chiqdi, hammasi o'tirib bo'lqisini Leyshin qilib qo'ygan vaqtda hammasi bedin ko'tarib baqdi. Hech kimning kuchi yetmaydi. Hech kim ko'tarmagan vaqtda Leyshin shap deb ko'tarib, buning masalasi eg'ir emas, sizlarning salohiyatinglar to'shmaydi deb qo'ydi-ku. Naq bu shundaq gapmiki deb o'yladim. Xuddi masalan shu qoraning ya barmoq qilib ya shu olgan ashundaq bir chun salohiyatni bekitgandan keyin sen qolgan chiltalaysan ki qog'allar qilinmaydi degandek, mushundaq bir seyir karomat bormiki deb. Ishonmasanlar, men yelpig'uchimni jonda 2 odam ko'tara oladi. Jugulyan o'lib ketdi, endi ma'yat jodirchi malni ko'tara olmayman. Ishlamizlar.
Götürüp bakmana olmasa. Hem faaliyet kılıp 29 koyga garip sayahat bilen Lushin Efendi'nin tağdın bağıdın Çavukha Şişi degan bu 2 kitap aran 29 koy kiras ketilip yaktırdıgan dostlar seyri qarı okuyup setip alsanlar buldu. Tapanmağanlar mansız işin kılığına ayrım yollap birme.